Hammaga assalomu do'stlar. Sizlar bilan har doim men Behruz Masharipov va bugungi videoda men sizlarga Roblox yo'nalishida uzun yo'nalish ko'rsatmoqchiman. Uzoq muddatli yo'nalish. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rmasanglar 100% tushunmay qolasizlar. 101% даже sizlar ko'rmagan narsalar ko'p, oldin bilmaydigan narsalar ko'p. Shuning uchun darsh videoni oxirigacha ko'ringlar. Agar qanaqadir materiallar davomida aytib ketadigan bo'lsam, hammasi Telegram kanalimda bo'ladi. Mana shu Telegram kanalimda hamma materiallar tashaladi. Kuchukcha Amerika pastqi chiziqcha YouTube deb yozsanglar poyestga chiqib keladi. Ja bo'lmasa mana shu libboy bitta videomi yoki shu videoni tagiga opisiyaniyasiga kirsanglar, mana bu yerda mana Telegram silkasi bor. Shuni ustiga bitta bosasizlar kirib ketadi, bo'ldi. Yo'nalishni ko'ramiz, uzoq cho'zmayman. Masalan, Pili degan kanal mana parasollar 300 ming, 2,5 million, 3,5 million, 300 ming, 4 million 400, 1 million 300, 5 million 800, 2 million. Bu kanal уже boy 7 kun ichida 3 million prostor yiqqanda. Короче, boy bir 30 ming, 40 ming dollar chiqarsa kerak bu. 11 minutlik videolar hammasi anosi montaji juda ham oson, yo'nalishi juda ham oson. Kirasizlar masalan, mana qanaqadir brainrotlarning obzor. Bu obzor yo'nalish, obzor. Men brainrot degan o'yini bor, Still a brainrot degan o'yin bor Robloxdan. Roblox tortib olish desanglar, mana Roblox skachat deb yozasizlar. Chromega kirib mana birinchi shu Roblox. Agar telefonda bo'lsa, telefonda Play Marketga kirib Roblox skachat qilasizlar. Keyin ro'yxatga o'tasizlar, nomerlarni yozasizlar, nikinglarni parol qo'yasizlar, bo'ldi. Akkaunt ochiladi. Keyin mana shu kirish joyi shunaqa bo'ladi mana. Bu asosiy menyusi. Sizlar kirganingizdan keyin xuddi shunaqa bo'lib turasizlar. O'yinlar chiqadi mana. Shuncha o'yin bor. Bu tipa YouTube'ga o'xshagan platforma. Bu YouTube'ga videolar joylansa, bu Roblox degan platformaga o'yinlar joylanadi. Masalan, biz YouTube'ga video joylab pul ishlashimiz mumkin-ku. Bizga o'xshagan odamlar Robloxga o'yin yasab pul ishlaydi. Mana shuni o'yin qo'yadi Robloxga. Bizda hozir eng trendy o'yin bor. Still a brainrot deb yozamiz. Still a brainrot mana shu. Bu o'yinni maqsadi tushunchasi nima? Masalan, sizlar bu yerda qimmat brainrotlar bor. Sizlar o'shalarni o'g'irlashinglar kerak kimdirdan. O'g'irlashsanglar bo'ladi, sotsanglar bo'ladi, pul yig'ib, ko'tarib, shunaqa qilib akkauntlarni kuchaytirasizlar. Mana shu o'yin hozir 1 million 400 mingta odam onlayn o'ynab o'tirganiga o'yinni, sizlar hozir kirgan paytda 1 million 400 mingta odam yoniga qo'shilib ketmaysizlar. U 1 million 400 mingta odam qanaqa bo'ladi? 1 million 400 mingta odam masalan har bitta serverda 8 ta odam bo'ladi. Bu degani hozir bu o'yinda 175 mingta server ishlayapti. Sizlar mana shu 175 mingta serverni bittasiga kirasizlar. Har serverda 8 ta odam bor. Shu tugmani bossam men 175 mingta serverni bittasiga kiraman men hozir. Har bitta bizani qo'shilgan serverimizda 8 ta odam bo'ladi. Mana. Sanab ko'rsam. Bu zona, mana shu zona shu qanaqadir mana. Mana bu uylari, bu meni uyim 3 etajli qilib qo'yganman. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana bilan 8 yo'ldan 8 ta odam bor faqat bu zonada. Endi nima qilasizlar? O'rtada mana shunaqa brainrotlar o'tib chiqadi mana. Brainrotlar randomly paydo bo'ladi mana shu yerdan. Sizlar pulinglar yetgancha, mana pulinglar 2 trillion dollarim bor mana. Pulinglar yetgancha o'rtadan sotib olasizlar. Shunaqa qilib ham pulinglarni ko'paytirsanglar bo'ladi. Bular mana bunaqada. Buni sotib olish narxi yashilda turibdi, 22 ming dollar. Buni sekundiga beradigan foydasi 135 dollar. Tipa biznes, do'kon. Bu shunaqa narsa do'stlar. Mana asl ko'rinishi shunaqa, yam-yashil. Keyin mana bu yerda birovlarning zonasi, ko'ryapsizlarmi? Birovlarning zonasi. Shular orqali masalan, hozir bu chiqib ketdi. Mana buni zonasi masalan ochilishiga 114 sekund qoldi. Ana shu knopkani bir bossa yopilib qoladi. Hozir bu yopilgan o'zi. Shu zonasiga men kira olmayman. Mumkin emas. Sizlar mana shu ochilgan payti 105 sekunddan keyin o'shini narsalarini o'g'irlab ketishingiz mumkin o'zingizning zonaga. Mana men uryapti hozir o'g'irlamasin deb. Buni zonasidan narsasini olib turasizlar. Masalan, mana buniki ochiq qolibdi. Men hozir o'zimni funksiyalarimni ishlatib o'g'irlayman bundan bir nima masalan. Masalan, men shuni o'g'irlayman, qaranglar. Endi bosib turaman. Telefonda ham boshqacha ekan. Endi bosib turaman-da, mana shu yerga o'g'irlayman buni hozir. Men o'zim o'g'irlab zonamga olib ketaman buni. Men tepadan olib chiqaman. Ana hakkerning yo'llari bor-da uni. O'zi bu tepadan yurish oson emas. Mani bezim ana. Mani uyim mana bunda. O'sha uyimga olib borishim kerak. Men kimdir turibdi yerda urgani mani qarayda. Pastda Artyom degan. Mana. Kimdir hozir urib qo'ymaslik kerak. Meni yarim yo'lda men bittasi kelib qoch. Voy bilan urib qo'ydi. Короче, sal qoldi mana shu yashil zonaga olib borish kerak mana. Yashil zonaga olib kelish kerak. Mana shu yashil zonaga shuni qo'yishlar bo'ldi yoki zonalarga kirishinglar kerak. Hozir meni zonamda hech nima yo'q, shuniga ochib qo'yganman men.
Agar zonalarda bir nima bo'lsa, o'g'irlab ketmasliklari uchun sizlar mana shu tugmani har safar sekund tugagandan keyin bosib turishingiz kerak. Manki 170 sekunddan keyin ochiladi. O'sha payti yana kelib shu knopkani bosib yuborishim kerak. Maqsad shunaqa, короче. Keyin bunaqa brendotlarni o'g'irlaysizlar, mana o'g'irlaysizlar yoki qanaqadir brendotlarni sotib olasizlar, mana shu zonalarga olib kelasizlar. Masalan, bir nima sotib olaman, masalan, mana shuni sotib olaman. Endi bosib tursam sotib olaman pulimga. Bu hozir asta kelib meni zonamga qo'shiladi mana shu yerda paydo bo'ladi hozir. Mana paydo bo'ldi. Mana shu yerga 5 ta brendotni paydo qilasizlar-da, mana shunday qilib turib bir 10-15 sekundga video olasizlar. 10-15 sekund video olasizlar-da, mana shunday bo'ladi. Mana bu yerga o'sha brendotni videosini yoki rasmini qo'yib qo'yasizlar. Mana shu rasmini yoki videosini qo'yib qo'yasizlar. Buni original videolari bor. Masalan, TikTokga kirsanglar, tung sahurlarni bir originalni videolari bor, mana shunga o'xshagan. Xuddi shuni qo'yasizlar yoki rasmini tepaga qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi, uje tayyor. Buni ko'rsatdim mana. Endi mana bu kanal bor. 34 ming ta obunachisi bor, 120 ta video qilingan. Endi prosullarni qaranglar. 415 ming 2 hafta oldin, 1 oy oldin 368 ming 2 hafta oldin 300 ming ta, 291 ming ta, 117 ming ta. Bunda maqsad nima? Qaranglar. What I Stole Today epizod 34 deyapti ekan. Bu 34 ta video qilgan. O'zi videolari ko'p, prosta 34 ta videodan beri faqat o'g'irlash challenge qilayotgan ekan. Bugun men nima o'g'irladim? Epizod 34 deyapti-da. Tipa serialga o'xshab serial qilyapti. Bugun men nima o'g'irladim? Birinchi qism. Bugun men nima o'g'irladim? Ikkinchi qism deb har kuni bitta video qo'yadi. Masalan, sizlar kirasizlar, mana shunday o'yinga ham o'ynaysizlar, ham zapis qilasizlar masalan. Mana shunday kilometr zonasiga 4 sekund qolibdi. Hozir chiqaman tepaga bir nima o'g'irlashga harakat qilaman. Mana shuni olaman-da, masalan, o'g'irlayman men. Yo'q, zonasini yopib qo'ydi, ulgurmay qoldim. Mana shunaqa qilib bir nimalarni o'g'irlaysizlar, zonalarga olib kelgandan keyin bir 3 tami 4 ta narsa o'g'irlasanglar bir 5 minut 6 minutlik video bo'ladi. 3 ta 4 ta brendot o'g'irlasanglar bo'ldi har kuni. O'shunday qilasizlar, masalan, o'g'irlagan brendotlarni mana shu previewni ustiga qo'yib qo'yasizlar. Keyin mana shu nimani yozib, nomni yozib, bugun men nima o'g'irladim, birinchi qism deb boshlab yuborasizlar inglizchalab. Bu ham oddiy, kanalga kirib analiz qilib qo'yasizlar. Bu kanalni ko'rsatdim. Keyin shunga o'xshagan mana bu kanallar masalan mana. Keyin mana bu yana bitta usuli, qaranglar do'stlar, hozir chiqib ko'rsataman. Masalan, mana shu yerdan brendotlar chiqyapti, to'g'rimi? Randomli. Qanaqadir brendotlar chiqib kelyapti. Endi bunda ham shunaqa, bu shuni obzor qilgan. Masalan, chiqib kelayotgan brendotlarni videoga oladi, har bittasini videosini qo'yadi keyin mana. Ko'rdinglarmi? Mana buni videosini qo'yapti. Bu o'yindagi versiyasi, bu originali deb qo'yibdi-da. Oddiy shunaqa. Sizlar mana shuni masalan yo'qolib qolishni xohlasanglar, masalan, men yo'qoladigan narsa ishlatib olganman. Buni olish uchun ko'proq o'yin o'ynash kerak, lekin buni o'ynamasdan ham yo'qolib qolsa bo'ladi. Ekranni kattalashtirasizlar, tipa rasmni kattalashtirgandek mana kattalashtirasizlar, yo'q bo'lib qoladi mana. Mana shunaqa qilib video olasizlar masalan. Chiqayotganini video olib turaverasizlar. Mana shu o'tib ketyapti, mana shu original videosini qo'yasizlar. Bunikini qo'yasizlar. Oddiygina video. O'shunday qilib juda ham uzoq muddatli yo'nalish bu Roblox. Shunaqa qilib videolar qilib, mana 2,5 million prostor pul ishlasanglar bo'ladi bemalol. Yana nima bo'ldi? Buni boshqa narsalari yo'q. Sirli joyi yoki narsalari. Menda fayllari bor, ba'zi bir fayllari do'stlar. Hozir ko'rsataman. Qaysidir papkam dedi. Roblox brendot mana. Короче, mana bunaqa rasmlari bor, like, subscribe degan, o'shani videoni boshiga qo'ysanglar, keyin original videolari bor mana. Original videolari bor menda, bir nechtasini. Keyin mana bunaqa xarakterlar videoga olganman, buni o'zim zapis qilganman mana. Qaranglar mana. O'zi zapis qilingan, o'shani qo'yasizlar, shunaqa narsa короче. Mana shu fayllarni men sizlarga Telegramga kanalimga tashlab beraman. Telegram kanalim mana bu aytgandek kichikcha Amerika YouTube degan kanal. O'tib turib obuna bo'lib qo'ysa, shu fayllarni hammasini shu yerga tashlab qo'yaman. Короче, do'stlar, asosiy maqsad shu. Men yo'nalish ko'rsatdim, dalshi bosish kerak, videoni qo'yish kerak. Menga bitta ikkita video qo'yib, hech kimga yozmanglar. Aka yurmaydi, prostor olmaydi. Kamida 30 ta video qo'yinglar, keyin yozinglar menga do'stlar. Короче, hammaga rahmat, hammaga omad, keyingi videoda ko'rishguncha xayr.